Assalomu alaykum. Bitta savol bersam maylimi? Keliningiz bormi? Bor. Agar nomerini telefoningizga qizim deb saqlanib qilgan bo'lsangiz, mana shu telefonni sizga berib yuboramiz. Munisa kelin deb qilganman, saqlanib qilganman. Onajonim, mehribonim, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bitta savol bersam maylimi? Keliningiz bormi? Agar telefoningizga keliningizni nomerini qizim deb saqlanib qilgan bo'lsangiz, mana shu telefonni sizga sovg'a qilamiz. Ikkalasini ham qizim qilganman. Voy, o'rtoqlar, qani ko'ramiz. Bitta ko'rsating endi. Onajon, nimaga qizim deb saqlanib qilgansiz keliningizni? Qiz deb olgan aka-ularni. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu sovg'amiz sizga. Kelinini yomon ko'radigan, kelinini chiqishtirmaydigan onalarga nima maslahatingiz bor? Hammaga insof bersin. Hammaga insof bersin. Namangan nimaga? Videoga like bosib, kommentariyaga 50 raqamini yozganlardan bir kishiga ertaga $100 tashlab beramiz. Qolaversa, mana shu yangi Damas'ni tekinga yutib olishingiz mumkin. Buning uchun Shukrona Development rahbari quruvchi Otabek Ergashevga obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. Hammaga omad, qani ketdik, let's go!